Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Biz bugundan boshlab Xudo xolisa birinchi darsimiz. Inshaalloh bugundan boshlab biz Alchemy strategiyasidan o'tishda davom etamiz. Hozir Xudo xolisa nima desak bo'ladi? Hozir yoqamiz. Ovozli chotki. Hamma narsa bor. Xo'sh. Birinchi mavzuyimiz bizga kerakli bo'ladigan narsa. Bizda birinchi darsimiz bu OKL mi? Shunaqa OKL. Ya'ni open, close, low, high. Ya'ni bitta shammi ochilgan, yopilgan va maksimumi, minimumi. Ya'ni hozir chizib ko'rsam. Bu yerda ko'rishimiz mumkin bitta shamning ochilgan joyi va yopilgan joyi va minimum maksimumlar. Biz buni qanday aniqlaymiz? Sham ochildi. Biz buni open it, ya'ni ochilgan deb belgilab olamiz. Yoki open. Biz bu yopilgan shamni pastini close deymiz. Close. Bizda shu shamning soyasi, ya'ni maksimumga chiqqan narsasini biz high deb belgilab olamiz. High. Bizda pastgacha tushgan narsasini minimum deb belgilaymiz, ya'ni bu low. Xudo xolisa hozirgi narsa shu. Bundan nimani anglashimiz mumkin? Masalan, bitta sham ochilgandan keyin shu shamni maksimumi, minimumi, ochilgan nuqtasi va yopilgan nuqtasi. Ya'ni tarixda o'sha kim yutganini aniqlaydi, selchilami yoki paychilami. Bu narsa Alchemist boshqa strategiyalarda ham muhim rol o'ynaydigan narsalardan biri. Xudo xolisa bugungi narsa shu. Hozir tugatib o'rmaymiz. Lekin nimani real chatdan ham ko'rsatishimiz mumkin. Xo'sh, bizda nima bo'ldi? Любой shuni shamni olasizlar. Shuni olib turib, sham. Bizda ochilgan nuqtasi Mamit. Bizda high'imiz bu yerda high deb belgilab olamiz. Bizda bu yer open, ya'ni ochilgan joy. Ya'ni bitta shammi ochilgan joyda. Bu bizda ikkita mix bo'lib kelyapti. Low plus low keyin nima? Close. Shammi ochilgan, yopilgan va eng pastki nuqtasi. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkinki, baychilar tarixda yutgan. Shu narsani biz Alchemistda muhim rol o'ynashini aytib ketishimiz kerak. Bugungi darsimiz shu, xudo xolasa. Keyingi mavzularda sekin ko'tarilamiz inshaalloh. Hammaga rahmat. Xayr.